Hammaga salom qadrli obunachilar. Xullas ko'pchilik kommentariyda yozgani uchun mana men o'sha joyga keldim. Xullas bu yerda juda ham g'alati ishlar sodir bo'ladi. Bu yerda Minecraft xuddi nima desam ekan, o'z qonunlarini yo'qotgandek bo'ladi. Sizlarga aytsam, bu yerda juda ham g'alati ishlar deganimdek maxluqlar paydo bo'ladi. Maxluqlar Minecraftda ham paydo bo'ladi, oddiy o'zimizda ham, lekin bu yerda boshqacha. Shu atrofda atom elektrostansiyasi bo'lgan va u yerda do'stlar portlash sodir bo'lgan. Shuning ta'siriga bu yerda do'stlar mutantlar paydo bo'lgan. Lekin oddiy mutantlar emas. Bular juda ham boshqacha mutantlar. Hali unaqasini ko'rmagansizlar do'stlar. Menga bu yerda bo'lgan obunachilarim rasmlarini jo'natdi. Shuning uchun ham bu yerga kelmasam bo'lmas edi. Va albatta mana buni olib keldim. Bobomni ov qurolini. Xo'sh do'stlar, biz mana buni ko'zimiz tushyapti. Bu yerda lekin qoqib tashlangan ekan, buni sindirishga to'g'ri keladi. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Bittasini endi tepadagini, xo'sh, bu yerda menimcha qulflangan bo'lsa kerak. Ha, do'stlar, qulflangan ekan. Ha, yo'q. Ocha olmayapman. Bilasizlarmi? Bobomning ov qurolidan foydalansak bo'ladi. Hozir qulfni otamiz xuddi kinolardagidek. Qani ish bilarmikan? 1 2 3. O o'xshadi do'stlar. Ajoyib. Hmm. Buni qaranglar do'stlar, hozir bu yer eskirib, o't bosib ketgan. Qachonlardir esa bu yerda hayot qaynagan hali atom elektrostansiyasi portlashidan avval. Ha, aytgancha bu Chernobil emas do'stlar. Bu Chernobil emas, u ko'mir. Ajoyib, ajoyib ko'mir. Bu yerda radiatsiya ham yo'q. Bu yerda shunchaki kanal bor. Ana o'sha kanaldan suv oqib keladi va ana shu suv zaharlangan bo'lgan va bu yerdan hamma ko'chib ketgan. Jun ursin. Bunga e'tibor bermabman-ku. Yo'q, menimcha bu o'yinchoq bo'lsa kerak. Haqiqiy odam skeleti bunaqa bo'lmaydi. Do'stlar, kelar tepaga chiqamiz. Ana bu yerda ham shunaqa yozibdi. Ha, bu qishloq aniqrog'i shaharlashgan qishloqni tarixi bor. Xullas, bu yerda juda ham bir dahshatli manyak bo'lgan. Menimcha ana shu manyak sharafiga qilishgan bo'lsa kerak bu narsalarni. Shunchaki qiziqarli shahar tarixi. Hozir mana shu tunneldan keyin, xullas bu yerga men qanday kirganimga kim qiziqayotgan bo'lsa, bu yerda tunnel bosib qolgan, lekin mana bu yerda bir kirish joyi bor. Tiqilib qolmadim, shunisiga ham rahmat. Hozir do'stlar biz o'tamiz. Tunnelning u yog'ida boshlanadi. O'sha yerda ishchilar bo'lishi kerak. Jin ursin. Hademay kech ham bo'lib qoladi, lekin halicha ertalab do'stlar. Umid qilamizki, maxluqlar uchramaydi. Uchrasa yaxshi-ku, lekin tirik qolsam ham rahmat degan bo'lardim. Simli to'siqdan sekingina o'tish kerak. Bo'ldi. Sekingina o'tamiz, xo'sh. Oppa, bu nima bo'ldi? Sham? Kimdir bormi bu yerda? Sham yonib turdi do'stlar. Olmoslar, ajoyib. Tushunmadim, nimadir. Insert found. Menimcha bu yerda qandaydir satanistlar bor. Bu yerga esa qurbonlikka keltirib bir nimalar tashlashsa kerak. Yo'q, bu yerdan tinchgina chiqib ketamiz. Lekin olmoslarni olib ketamiz do'stlar. Baribir satanistlarning puli ko'p bo'ladi. Olmos, lekin mayli. O'zi olmoslarim zaharlangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham sham, yo'q, o'chib qoldimmi deb o'ylabman. Xo'sh do'stlar, bu albatta g'alati. Simtoz tepada turibdi. Okey. Bu yerlar ham o't bosib ketgan. Bu tabiiy hol, chunki butun mayli. Jihon ursin. Yaxshisi har ehtimolga qarshi qurolni olib olaman do'stlar. Qurolsiz umuman bo'lmaydi. G'alati do'stlar, tushunsin. Menimcha bu shunchaki aks sado bo'lsa kerak. O'zimning gapim o'zimga aks sado bo'lib kelayotgandir, balki yo'qdir, ya'ni kim biladi deysizlar do'stlar. Yetib keldik. Yaxshi. Mana do'stlar o'sha joy. Ha, do'stlar, bu yerda kanalni yopib tashlashgan allaqachon, lekin menimcha agar shu yerdagi stopga men turdi. Jin ursin. Asalari zombi.
Aslida zombi emas. Bu qanaqadir zombini kallasi uchib yuribdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Tinchitdim. Tinchitdim. Yaxshi. Do'stlar, kim menga aytgan edi, unaqangi narsa yo'q. Seni aldashyapti deb. Mana xolos. Xo'sh. Balki do'stlar bu yerda kimdir yashar. Yomg'ir yog'gani albatta. Yomon bo'ldi. Mayli. Yana bittasi. Mana, mana. Bo'ldi. Xo'sh, yaxshi do'stlar, kamera g'alati bo'lib bijirlashi mumkin, chunki hozir ham yomg'irga o'tyapmiz, ham qurolni dastidan shunday bo'ladi. Yaxshiyam hali Minecraftning ovozini yozib olmayapman. Yaxshi. Oppa. Mashina zombini kallasi bu ham uchib ketmasa bo'ldi. Mana do'stlar, o'sha kichkinagina joycha, mana shu yerda odamlar shunga o'xshash narsani rasmini ko'rgan edim men. Menga shunaqa narsani rasmini tashlashgandi. Do'stlar, bu zombi cho'chqa o'rgimchak. Qochdim. Jinursa kelyapti, orqamda kelyapti. Mayli, hozir 1 2 3. Yaxshi. Qani ko'zdan yo'qotmaslik kerak do'stlar. Mana yana bitta Yo'q. Bu yerdan ketish kerak. Ko'rdingizmi hozir u nima edi? Unaqasini ko'rmaganman. Bu yerda meni har tomondan urib tashlashyapti. Bo'ldi. Bu meni uyim. Bugundan boshlab bo'ldi. Bu uyni egalladik. Tabriklayman. Yeymiz. Yaxshi. Xo'sh. Tepa qavatga yo'l yopiq. Albatta buzsak bo'ladi, lekin ustimga patolog tushib ketishni istamayman. Shuning uchun shu yerda o'tiramiz. Xo'sh, menga hozir sinish uchun do'stlar, menda ko'mir bor-ku, lekin uni do'stlar, mana buni sindirsak bo'ladi. Axir bu doska-ku. Yaxshi, sindiramiz do'stlar, sindiramiz. Zo'r. Shundan verstak yasaymiz. Verstakdan keyin esa o'zimizga gulxan yasashda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi. Ja bo'lmasa patologni ham sindiramiz. Bu yerda do'stlar, bilishingiz uchun juda ham sovuq. Undan tashqari men yomg'irda yurib, undan battar sovuq qotyapman. Qo'l bo'lib ketdim. Bo'ldi. Yaxshi. Endi bizga qani mana shu yerda bo'lish kerak. Mana do'stlar, tushunursin bizda mana xo'sh, bunga yetmaydi. Mana buni qilsak bo'ladi do'stlar, chunki bizda bu yerda tosh bor. Mayli, shunisiga ham rahmat. Xo'sh, 3 ta tosh bor endi. Qani. Bunga hali yana cho'p kerak. Yaxshi, cho'p bo'lsa cho'pda do'stlar, nima ham qilardik? Cho'p bo'lsa cho'p. Xo'sh. Mana endi esa buni mana bu yerga qo'ysak bo'ladi, lekin u yonib ketmasligi uchun kelinglar, toshni ustiga qo'yamiz. Toshni mana bu yerga qo'ysak ajoyib bo'ladi. Va xo'sh, mana endi bizni mana bunday qilib gulxonimizni yoqamiz. Bo'ldi. Endi isinamiz. Lekin bilasizlarmi? Yo'q do'stlar. Isinib o'tirsam yaxshi-ku bu yerda, lekin maxluqlarning ovozi meni birozgina ham bo'ldi. Nima bo'lsa bo'ldi. Hoziroq jangga chiqamiz. Bu yerdan do'stlar ketishimiz kerak. Bu yerda qolish niyatim yo'q. Bexosdan o'tib yubordim. Uzr. Do'stlar, ketdik. Hozir yomon bo'ladi. 1 2 3. Yomg'ir tinibdi. Mayli, shunisiga ham rahmat. Mutantlar ko'rinmayapti. Yaxshi, omadimiz kelmadi. Yomg'ir yana boshlandi. Jin ursin, bugun omadsiz kun bo'ldi. Mayli, hozir bu yerdan ketamiz baribir ham. Asosiysi boyaga chiqqan joyimga yetib borsam bo'ldi. Yana o'sha yerdan qaytib kirib ketaman mashinamni ichiga do'stlar. Mashinam shundoqqina g'or yopilib qolgan. Nursin. Nima edi bu? Hozir creeper bu yo'q creeper emas. Do'stlar, qo'shdim. Tishlab tashlayapti hamma yog'imda. Bo'ldi. Bo'ldi, qutuldik. Uchadigan creeper kallasi. Bu noqonuniy umuman.
Minecraftda bo'lishi mumkin emas. Ya yana qochdim. Yo'q. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Obunachilarim ba'zilari judayam sus. Aks holda meni bu yerga jo'natishmasdi. Ha, bilib turib jo'natingiz, mayli, hali topaman. Mana, burada Creeper'ni bittasi yoki zombimi yaxshi ko'rinmayapti yomg'ir tufayli. Xo'sh, yana kela qol zombi mana bo'ldi. Uchadigan zombi kallalar, Creeper boshlar yo'q. Yo'q. Bugun necha marta yo'q dedim ha? Yo'q sanamayman. Hozir biz bu yerdan ketishimiz kerak, lekin mana bular hujum qilib bizni ketishimizga umuman yo'l qo'ymayapti. Bo'ldi. Ularga e'tibor bermasdan shunchaki qochamiz. Jennerson, mutant o'rgimchak cho'chqa. Mana bo'ldi, yo'qol. Bizni olamda senga joy yo'q. Bo'ldi. Hozircha tinch emas. Endi tinch demoqchi edim, lekin tinch emas. Yaxshi. Bo'ldi. Do'stlar, menimcha bu yerdan tirik chiqib kelsam, hech qachon endi obunachilarga ishonmayman. Yana bitta shunaqasi. Xo'sh, qayta o'qlaymiz. Yaxshi. Jinnisan, qoch endi. Yaqinlashma. Bo'ldi. Tugadi yana bittasi. Yaxshi. Hammasini bitta-bittadan o'ldiryapmiz do'stlar. Mana bu yerga kiramiz va bo'ldi, yondi. Yorug'lik hozircha bol. Yana kel mana. Mana senga. Mana qol. O'zim ursam qo'lim bilan bo'ladi-yu. Qol Jennerson buni. Mana bo'ldi do'stlar, qutuldik. Yaxshi. Mana bu yerda ham bitta bor edi. Sekin qayta o'qlaymiz. Bobomning quroliga rahmat, meni himoya qilyapti. Mana senga yaramas. Creeper bosh meni portlatib yuboradi. Qo'shnim. Bo'ldi. Mana o'qladik. Yaxshi. Yana tegmadi. Qayta o'qlaymiz. Meni yana chiqarib yubordi. Bo'ldi, ketdik. Nima bo'lsa bo'ldi. Shunchaki yugurib o'tamiz. Qo'limizda fakel olishimiz kerak. Ha, fakel bilan hamma yo'g'ini yoritib chiqamiz. Mana bo'ldi. Ajoyib, yaxshi. Do'stlar juda ham zo'r. Xo'sh, oyog'im ilinib qoldi. Hozir bo'ldi, chiqdi. Mana bu yerda nimadir turibdi. Yana bitta. Xo'sh, chinarsan uchib kelyapti yana orqaga qaytishga to'g'ri keldi. Sal qoldi, yuzim bilan kirib ketardim sim to'siqqa. Mayli, mana bu yerdan sakrab hozir o'tamiz. Stop. Sim to'siqqa ilib qo'yaydi. Xo'sh, endi ko'rinyapti yaxshi. Bu yerdan nima uryapti meni yana? Bo'ldi, mana bu yerdan chiqamiz. Hop. Yaxshi. Asosiy sipanib ketmaslik aks holda yomon bo'ladi. Bo'ldi. Chiqib oldik. Ajoyib. Endi bu yerdan shunchaki ketsak bo'larmikin? Yana kelyapti. Mana. Bo'la qoldi. Mana. Jennerson zombi bosh yana meni topib keldi shu yoqqa. Eshik bo'ldi. Eshikni yopdim. Xo'sh, yaxshi. Do'stlar, menimcha shu yerda to'xtatganimiz ma'qul, chunki men hozir o'zimni himoya qilishim kerak. Har tomondan ovozlar kelyapti. Yo'q, yaxshisi bu yerga kravatni qo'yib olaman. Har ehtimolga qarshi biror narsa bo'lsa tagiga kirib olaman. Xullas do'stlar, sizlar bilan men Darvin bo'ldim. Obuna bo'linglar, like bosinglar agar albatta tirik qolishimni istasangiz. Xo'sh, bo'ldi.